Aziz tomoshabinlar, bugungi videomiz barcha keksa yoshdagilar, ayniqsa pensiya oluvchilar uchun o'ta muhim, hatto shoshilinch xabardir. Agar siz pensiya olsangiz yoki yaqinlaringiz pensiyada bo'lsa, bu ma'lumotni oxirigacha ko'rmasdan turib videoni o'chirib yubormang. Chunki sizni bevosita uyida tekshiruvchilar kutayotgan bo'lishi mumkin. Bu shunchaki ogohlantirish emas, bu reallik. Bugun sizga nimalar o'zgarib borayotganini, nimalarga tayyor turish kerakligini batafsil tushuntiraman. Iltimos hoziroq kanalimizga obuna bo'ling va ushbu videoga like bosing. Bu boshqa ko'plab insonlarga ham ushbu muhim ma'lumotni yetkazishga yordam beradi. Avvallari pensiya va ijtimoiy nafaqalar rasmiylashtirilishi asosan qog'ozbozlikka, ya'ni taqdim etilgan hujjatlarga asoslanardi. Siz idoraga borardingiz, arizangizni va unga ilova qilingan hujjatlaringizni topshirardingiz. Ba'zida qisqa suhbat bo'lar edi va shundan so'ng tegishli qaror qabul qilinardi. Tekshiruvlar esa ko'pincha tasodifiy, faqatgina ma'lum bir shubha tug'ilganida yoki fuqarolardan tushgan shikoyatlar asosida amalga oshirilardi. Shuningdek, statistik ma'lumotlar bilan bog'liq aniqliklar kiritish maqsadida ham ba'zan uyma-uy yurishlar bo'lardi. Ammo ularning maqsadi asosan aholi punktlarining umumiy statistik ko'rsatkichlarini yig'ishga qaratilgan edi. Uyingizga kimsalar kelib, sizni, aniqrog'i sizning pensiya olishingizga oid sharoitlaringizni chuqur tekshirib ketishi juda kamdan kam holat edi. Bu holat asosan o'ta murakkab yoki ochiqdan ochiq shubhali vaziyatlarda, masalan, yirik firibgarlik holatlarida yuz berardi. Biroq hozirgi kunda vaziyat tubdan o'zgardi va yanada jiddiy tus olmoqda. Davlatimiz ijtimoiy himoya tizimini yanada shaffof, adolatli va manzilli qilish maqsadida bir qator yangi mexanizmlarni joriy etmoqda va nazoratni kuchaytirmoqda. Buning asosiy sabablaridan biri ayrim hollarda imtiyozli pensiyalar yoki ijtimoiy nafaqalarni noqonuniy olish holatlarining ko'payishi. Ba'zi pensiya oluvchilarning real hayotiy sharoitlari haqidagi ma'lumotlarning eskirib qolishi, to'g'ri yangilanmasligi yoki hatto qasddan noto'g'ri taqdim etilishi kabi holatlar kuzatilmoqda. Ayniqsa yolg'iz keksalar, nogironligi bor shaxslar boquvchisini yo'qotgan oilalar uchun beriladigan maxsus nafaqalarni olishda ko'pincha hujjatlarda ko'rsatilgan ma'lumotlar bilan haqiqiy holat o'rtasida katta tafovutlar yuzaga kelmoqda. Masalan, yolg'iz keksa sifatida ro'yxatda turgan shaxsning yoniga farzandlari yashashga qaytishi yoki kam ta'minlanganlik bo'yicha nafaqa olayotgan oilaning daromadi ko'payishi, lekin bu haqda tegishli organlarga xabar bermasligi kabi vaziyatlar tez-tez uchramoqda. Shu sababli davlat organlari ushbu sohada yanada samaraliroq nazoratni joriy etishga, ajratilayotgan byudjet mablag'larining har bir so'mi o'z egasiga yetib borishini ta'minlashga qaratilgan ishlarni jadallashtirishga qaror qildi. Endilikda nafaqat hujjatlar asosida, balki sizning yashash sharoitingiz, oilaviy ahvolingiz, real ehtiyojlaringiz bevosita joyida, ya'ni sizning uyingizda o'rganilishi mumkin. Bu degani tegishli vakolatga ega bo'lgan tekshiruvchilar hech qanday oldindan ogohlantirishsiz o'z vakolat doirasida sizning eshigingizni taqillatib kelishlari ehtimoli juda yuqori. Keling, endi bu yangi tizimning mohiyati va kimlarga taalluqli ekanligini chuqurroq tushunib olaylik. Xo'sh, uyimizga keladigan bu tekshiruvchilar kimlar bo'lishi mumkin? Ular odatda mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash bo'limi xodimlari, pensiya jamg'armasi vakillari, ijtimoiy himoya agentligi mutaxassislari, ba'zan esa mahalliy hokimiyat organlarining ijtimoiy masalalar bo'yicha mas'ullari bo'lishi mumkin. Bu shaxslar belgilangan tartibda sizning pensiya yoki nafaqa olish uchun belgilangan mezonlarga qanchalik mos kelishingizni aniqlash maqsadida tashrif buyurishadi. Ular nimalarni qidiradi? Birinchi navbatda ular sizning yashash sharoitlaringizni, oilaviy ahvolingizni va ehtiyojlaringizni o'rganadi. Ya'ni sizning rasmiy hujjatlarda ko'rsatilgan ma'lumotlaringiz bilan haqiqiy vaziyatning bir-biriga qanchalik mos kelishini tekshirishadi. Masalan, agar siz yolg'iz keksa sifatida nafaqa olayotgan bo'lsangiz, ular haqiqatan ham sizning yolg'iz yashayotganingizga va o'zingizni eplay olishingiz yoki eplay olmasligingizga ishonch hosil qilishadi. Agar siz nogironlik nafaqasi olayotgan bo'lsangiz va maxsus parvarishga muhtoj ekanligingizni bildirgan bo'lsangiz, ular bu parvarishning mavjudligini, uning sifatini va sizning ahvolingizni ko'zdan kechirishi mumkin. Shuningdek, ular sizning daromad manbalaringizga, mulkingizga ham qiziqishi mumkin. Ayniqsa agar siz kam ta'minlangan oila sifatida nafaqa olayotgan bo'lsangiz.
Bu asosan sizning mulkingizning deklaratsiya qilingan daromadga nisbatan real holatiga baho berishdan iborat. Kimlar xavotirlanishi kerak? Avvalo, shuni ta'kidlash kerakki, bu tizim odamlarni jazolash uchun emas, balki ijtimoiy adolatni ta'minlash va haqiqiy ehtiyojmandlarga yordamni to'g'ri yetkazish uchun joriy etilmoqda. Shunday bo'lsa-da, ba'zi toifadagi pensiya oluvchilar va nafaqa oluvchilar diqqatliroq bo'lishlari zarur. Chunki ularning holati ko'pincha o'zgaruvchan bo'lishi mumkin va tekshiruvlar aynan shu o'zgarishlarni aniqlashga qaratilgan. Maxsus ijtimoiy nafaqalar oluvchilar. Agar siz yolg'iz keksalar uchun beriladigan nafaqa, boquvchisini yo'qotganlik nafaqasi, kam ta'minlanganlik bo'yicha nafaqa yoki nogironlik bo'yicha maxsus parvarish nafaqasi kabi ijtimoiy yordam turlarini olayotgan bo'lsangiz, sizning holatingiz birinchi navbatda va eng jiddiy ravishda tekshirilishi mumkin. Chunki aynan shu turdagi nafaqalar ko'pincha muayyan shartlarga, masalan, oilaviy ahvolga, oilaning umumiy daromadiga yoki shaxsning sog'liq holatiga bevosita bog'liq bo'ladi. Bu shartlar o'zgarganda nafaqa olish huquqi ham o'zgarishi mumkin. Hujjatlarda ma'lumotlar eskirgan yoki noto'g'ri bo'lganlar. Agar sizning oilaviy ahvolingiz o'zgargan bo'lsa, masalan, farzandlaringiz siz bilan yashay boshlagan bo'lsa, lekin siz hali ham yolg'iz deb hisoblanib, shu asosda nafaqa olayotgan bo'lsangiz va siz buni tegishli idoralarga ma'lum qilmagan bo'lsangiz, xavotirga tushishingiz uchun asos bor. Yoki daromadingiz oshgan bo'lsa-da, siz hali ham kam ta'minlangan deb hisoblanayotgan bo'lsangiz. 3. Aholining o'zini o'zi boshqarish organlari, ya'ni mahallalar tomonidan siz haqingizda muayyan shubhalar yoki shikoyatlar mavjud bo'lsa, ba'zida qo'shnilar tomonidan yoki jamoatchilik tomonidan qilingan xabarlar ham tekshiruvlarga sabab bo'lishi mumkin. Bu xabarlar hatto anonim bo'lishi mumkin, ammo ular aniq dalillarga ega bo'lsa, rasmiy tekshiruv uchun asos bo'ladi. Kimlar xavotirlanishi shart emas. Agar siz oddiy yoshga doir pensiya oluvchi bo'lsangiz va pensiyangizdan tashqari boshqa maxsus imtiyozlar yoki ijtimoiy nafaqalar olmasangiz, shuningdek sizning ma'lumotlaringiz to'g'ri va real vaziyatingizga mos kelsa, ortiqcha xavotirga tushishingizga hojat yo'q. Bunday hollarda tekshiruvchilarning tashxisi odatda profilaktik xarakterga ega bo'ladi yoki shunchaki umumiy ma'lumotlarni aniqlashtirishga, pensiya tizimining umumiy samaradorligini o'rganishga qaratilgan bo'ladi. Ular sizni hech qanday tarzda ayblash yoki jazolash maqsadida kelmaydi. Sizning huquqlaringiz va pensiya to'lovlaringiz to'liq himoyada bo'ladi. Keling, endi bir nechta real hayotiy misollarga to'xtalib o'taylik. Shunda ushbu vaziyatlarni yanada aniqroq tushunish osonroq bo'ladi. Bir misol, yolg'iz keksa maqomi va yashash sharoiti qishloqlardan birida yashovchi 75 yoshli Oysha bu uzoq yillardan buyon yolg'iz keksalar uchun beriladigan oylik nafaqani olardi. Bu nafaqa aynan yolg'iz yashaydigan va qarovchisi yo'q keksalarga moddiy va ijtimoiy yordam berish maqsadida ajratiladi. Hujjatlarga ko'ra, Oysha buvining farzandlari chet elda ishlardi va u haqiqatan ham uzoq yillar yolg'iz yashagan edi. Unga mahalla tomonidan ijtimoiy xizmatlar ko'rsatilib turardi. Biroq taxminan 8 oy avval uning yagona o'g'li chet eldagi ishi to'xtagani sababli doimiy yashash uchun uyiga qaytib keldi. O'g'li Oysha buvining uyida yashay boshladi va unga qaradi. Barcha uy ro'zg'or ishlariga yordamlashdi. Ammo Oysha bu holatni tegishli pensiya jamg'armasi yoki mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash bo'limiga ma'lum qilmadi. Chunki bu holatda nafaqa to'lanishi to'xtatilishi mumkinligini bilmasdi yoki shunchaki bu haqda esdan chiqarib qo'ydi. Bir kuni mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash bo'limidan 2 xodim va pensiya jamg'armasidan bir mutaxassis Oysha buvining uyiga kelishdi. Ular o'zlarini tanishtirib, tashrif maqsadini tushuntirishdi. Oysha buvining ijtimoiy holatini va yashash sharoitini o'rganish, uyda o'g'lining borligini va uning kundalik hayotda Oysha buviga g'amxo'rlik qilayotganini ko'rgan tekshiruvchilar bu holat yolg'iz keksalarga beriladigan nafaqa mezonlariga mutlaqo mos kelmasligini bildirishdi. Natijada o'rganishlar yakuniga ko'ra Oysha buviga yolg'iz keksalarga mo'ljallangan nafaqa to'lovi to'xtatildi. Bundan tashqari unga o'g'li uyga qaytgandan buyon olgan chaqtus oylik nafaqa pullarini har oyda, masalan, 270 ming so'm, jami 280 ming so'm miqdorida pullarni pensiya jamg'armasiga qaytarish to'g'risida ogohlantirish berildi. Bu holatda Oysha buvining o'zi ham uning o'g'li ham bunday tekshiruvdan bexabar bo'lgani sababli ma'lumotni o'z vaqtida yangilamagani uchun jiddiy muammoga duch kelishdi. 2 misol, nogironlik nafaqasi va
faol hayot orta 5 yoshli Rustam aka bir qismida jiddiy muammolar bo'lgani sababli birinchi guruh nogironligi uchun nafaqa olardi. Uning tibbiy hujjatlarida doimiy parvarishga muhtojligi va og'ir jismoniy mehnat qila olmasligi qayd etilgan edi. U har oyda masalan 800 ming so'm miqdorida nogironlik nafaqasi olib turardi. Biroq mahalladoshlardan ba'zilari Rustam akaning har kuni ertalab o'zining yengil avtomobilida uydan chiqib ketishini va kechqurun qaytishini payqashdi. Gap shundaki, Rustam aka o'zining tanishiga tegishli bo'lgan kichik do'konda norasmiy ravishda sotuvchi bo'lib ishlardi. U do'konda og'ir yuklarni ko'tarmasa ham, kun bo'yi tik oyoqda turib ishlash uning birinchi guruh nogironlik maqomi va doimiy parvarishga muhtojligi haqidagi rasmiy ma'lumotlarga keskin zid kelardi. Bu holat mahalladagi aholi orasida shubha uyg'otdi va mahalla fuqarolar yig'iniga og'zaki xabar berildi. Mahallaning murojaati asosida ijtimoiy himoya agentligidan mutaxassislar va mahalladan bir faol Rustam akaning uyiga tekshiruv bilan kelishdi. Ular Rustam akani suhbatga chaqirib, uning kundalik mashg'ulotlari haqida atroflicha so'rashdi. Dastlab Rustam aka hech qanday ish bilan shug'ullanmasligini, uyda ekanligini aytdi. Lekin tekshiruvchilar u haqida yig'ilgan ma'lumotlar va do'kon yonidan olingan kuzatuv dalillarini ko'rsatgach, u tan olishga majbur bo'ldi. Natijada Rustam akaga nogironlik nafaqasi to'lovi to'xtatildi, chunki uning amaldagi faoliyati nogironlik guruhi uchun belgilangan mezonlarga mos kelmasdi. Bundan tashqari, unga oxirgi 6 oy davomida jami 800 ming so'm noqonuniy olgan nafaqa pullarini qaytarish talabi qo'yildi. Bu holat nafaqa oluvchining o'z holatini noto'g'ri taqdim etishi yoki yashirishi jiddiy oqibatlarga olib kelishini ko'rsatadi. Uchinchi misol, oddiy pensiya oluvchi xavotirsiz holat 8 yoshli Fotima opa oddiy yoshga doir pensiya oluvchi edi. Uning oylik pensiyasi taxminan 1.500.000 so'm edi. U 2 farzandi va nabiralari bilan bir uyda yashardi. Fotima opa hech qanday maxsus ijtimoiy nafaqalar olmasdi. Chunki uning daromadi faqat pensiyadan iborat bo'lib, uning oilaviy sharoiti ham bunga mos kelardi, ya'ni kam ta'minlanganlik yoki yolg'iz keksa kategoriyasiga kirmasdi. Uning farzandlari doimiy daromadga ega bo'lib, o'z oilasini ta'minlab kelishardi. Bir kuni pensiya jamg'armasidan 2 xodim va mahalladan bir mutaxassis Fotima opaning uyiga kelishdi. Ular o'zlarini tanishtirib, tashrif maqsadini pensiya jamg'armasi ma'lumotlar bazasidagi shaxsiy ma'lumotlarni aniqlashtirish va umumiy so'rov o'tkazish ekanligini aytishdi. Ular Fotima opaning sog'lig'i, oilaviy ahvoli, yashash sharoiti haqida bir nechta savol berishdi. Fotima opa va uning farzandlari barcha savollarga ochiqchasiga va batafsil javob berishdi. Ular hech narsani yashirishmadi, chunki yashiradigan hech narsalari yo'q edi. Tekshiruvchilar barcha ma'lumotlar haqiqatga to'g'ri kelishiga ishonch hosil qilishdi va yakuniy xulosada Fotima opaning holati qonun hujjatlariga to'liq mos kelishini qayd etishdi. Ushbu tashrif Fotima opa uchun hech qanday salbiy oqibatlarga olib kelmadi. Uning pensiya to'lovlari odatdagidek davom etaverdi. Bu misol shuni ko'rsatadiki, agar sizning ma'lumotlaringiz to'g'ri bo'lsa va siz maxsus nafaqalarni noqonuniy ravishda olayotgan bo'lmasangiz, tekshiruvdan qo'rqishingizga hojat yo'q. 4 misol. Boquvchisini yo'qotganlik nafaqasi va mulk holati Toshkent shahridagi bir oila otasi vafot etgandan keyin 3 nafar voyaga yetmagan farzandi uchun boquvchisini yo'qotganlik nafaqasi olardi. Oylik nafaqa har bir bola uchun. Masalan, 500 ming so'mdan jami 1.500.000 so'm edi. Onasi, ya'ni bolalarning vasiysi, yagona daromad manbai shu nafaqa ekanligini ko'rsatgan edi. Bu nafaqa oilaning kam ta'minlanganligi va otaning yo'qligi sababli berilardi. Bir muddat o'tib, mahalla faollari bu oilaning hovlisida katta ta'mirlash ishlari boshlanganini, hatto uylariga qo'shimcha bino qurilayotganini payqashdi. Bu holat ularning rasman e'lon qilingan daromadlari bilan mutlaqo mos kelmasdi. Chunki bunday qurilish ishlari ancha katta xarajatlarni talab qiladi. Mahalla fuqarolar yig'inidan berilgan ma'lumotlar asosida ijtimoiy himoya agentligi xodimlari va pensiya jamg'armasi mutaxassislari ushbu oilaning uyiga tekshiruvga kelishdi. Uyga kirishib, ular ta'mirlash ishlarining ko'lamini va qurilayotgan qo'shimcha binoni ko'rishdi. Suhbat davomida onasi xorijdagi qarindoshlari katta miqdorda pul jo'natganini va bu pullar hisobiga uy ta'mirlanayotganini tan oldi. Bu pullar uning rasmiy daromad deklaratsiyasida ko'rsatilmagan edi. Ya'ni oilaning real daromadi nafaqa olish uchun belgilangan mezonlardan oshib ketgan. Tekshiruvchilar oilaning haqiqiy moliyaviy holati ularning deklaratsiyasida ko'rsatilgandan ancha yaxshi ekanligini aniqlashdi.
Natijada ularga boquvchisini yo'qotganlik nafaqasi to'lovi to'xtatildi. Bundan tashqari noqonuniy olingan nafaqalarni oxirgi 1 yil uchun taxminan 11 million so'm qaytarish to'g'risida talab qo'yildi. Bu vaziyat ijtimoiy yordamni olishda shaffoflik va to'g'ri ma'lumot berishning muhimligini yana bir bor tasdiqlaydi. Har qanday moliyaviy o'zgarishlar haqida tegishli idoralarni o'z vaqtida xabardor qilish zarurligini ko'rsatadi. Ushbu kabi holatlar davlat tomonidan ajratilgan mablag'larning haqiqiy ehtiyojotlarga yetib borishini ta'minlash uchun amalga oshirilayotgan nazoratning kuchaytirilayotganini ko'rsatadi. Endi esa ushbu yangi tekshiruv tizimining ba'zi bir nozik jihatlari, istisnolar va siz e'tibor berishingiz kerak bo'lgan jiddiy xavf-xatarlar haqida gaplashamiz. Bu ma'lumotlar sizni himoya qilishga va yuzaga kelishi mumkin bo'lgan tushunmovchiliklardan saqlanishga yordam beradi. Qoidalardagi istisnolar: 1. Tekshiruvlarning yagona maqsadi jazolash emas. Har bir tashrif sizning nafaqangizni bekor qilish yoki sizni ayblash uchun emasligini unutmang. Ba'zida tekshiruvchilar sizning yashash sharoitingizni baholash, sizga qo'shimcha yordam turlarini taklif qilish, masalan, tibbiy yordam, ijtimoiy xizmatlar, gumanitar yordam, bir martalik moddiy yordam yoki shunchaki umumiy ma'lumotlarni yangilash maqsadida kelishadi. Masalan, yolg'iz keksalar yoki nogironligi bo'lgan shaxslarning uyiga maxsus ijtimoiy xizmatlar ko'rsatish dasturlari doirasida tashriflar uyushtirilishi mumkin. Bunday hollarda ularning asosiy maqsadi yordam berish va ko'maklashishdir. Bu tashriflar sizga foydali bo'lishi ham mumkin. 2. Vakolatli hujjatlarni talab qilish huquqi. Hech bir tekshiruvchi o'zini tanishtirmasdan yoki tegishli xizmat guvohnomasini ko'rsatmasdan sizning uyingizga kirishga haqli emas. Siz ulardan shaxsni tasdiqlovchi hujjatni va tashrif maqsadini aniq ko'rsatuvchi xizmat topshirig'ini, ya'ni rasmiy ruxsatnoma yoki yo'llanmani talab qilishingiz mutlaqo qonuniy. Bu hujjatda tashrifning sanasi, maqsadi va unda ishtirok etuvchi xodimlarning ro'yxati ko'rsatilgan bo'lishi kerak. Agar ular bularni ko'rsata olmasalar yoki ularning xatti-harakatlari shubhali tuyulsa, ularni uyga kiritmaslikka haqlisiz va darhol mahalliy ichki ishlar organlariga yoki mahalla raisiga murojaat qilishingiz kerak. O'zingizni xavf ostiga qo'ymang. O'tin, guvoh ishtirok etish huquqi. Tekshiruv jarayonida, ayniqsa agar siz yolg'iz yashayotgan bo'lsangiz yoki o'zingizni noqulay his qilsangiz, o'zingizga ishonadigan qo'shningizni, qarindoshingizni yoki mahalla faollaridan birini guvoh sifatida ishtirok etishini talab qilishga haqlisiz. Bu sizning qonuniy huquqingiz. Guvoh sizga psixologik yordam beradi va jarayonning shaffof, qonuniy doirada o'tishini ta'minlashga yordam beradi. Uning ishtiroki har qanday tushunmovchiliklar yoki noto'g'ri talqinlarning oldini olishda muhim ahamiyatga ega. Jiddiy xavf-xatarlar, pitfalls. Tekshiruvchi niqobi ostidagi firibgarlar. Afsuski, har qanday yangi tizim joriy etilganda firibgarlar ham faollashadi. Ular o'zlarini davlat xodimi qilib sizdan pul talab qilishi, bank kartangiz ma'lumot talab qilishi, shaxsiy ma'lumotlaringizni so'rlashi yoki hatto mulkingizni o'g'irlashda ko'zdan kechirish bahonasida o'g'irlikka urinishi mumkin. Har doim xizmat guvohnomasini diqqat bilan tekshiring. Undagi ma'lumotlarni ism, sharif, lavozim, tashkilot nomi eslab qoling yoki yozib oling. Shubhali holatlarda darhol politsiyaga 102 raqamiga yoki mahalla raisiga xabar bering. Eng muhimi, davlat organlari xodimlari hech qachon sizdan naqd pul so'ramaydi. Bank kartangiz ma'lumotlarini talab qilmaydi yoki uyingizdagi qimmatbaho buyumlarni ro'yxatdan o'tkazmaydi. 2. Tushunmovchiliklar va noto'g'ri talqinlar. Ba'zida sizning savollarga bergan javoblaringiz noto'g'ri tushunilishi yoki sizning ayrim harakatlaringiz boshqacha talqin qilinishi mumkin. Masalan, sizning uyingizga farzandingiz yoki nabirangiz bir necha haftaga mehmon bo'lib kelganida, bu ularning doimiy yashash joyi sifatida qabul qilinishi mumkin. Yoki sizning kichik hobi daromadingiz, masalan, qo'l mehnati mahsulotlarini sotish noqonuniy daromad manbai sifatida tushunilishi mumkin. Shuning uchun barcha savollarga aniq, tushunarli va batafsil javob berishga harakat qiling. Agar biror narsani tushunmasangiz, qayta so'rashdan, aniqlik kiritishni talab qilishdan cho'chimang. Bosim ostida hujjatlarni imzolash. Ba'zida tekshiruvchilar sizga ba'zi bayonnomalarni yoki davlatnomalarni imzolashni taklif qilishi mumkin. Ularni imzolashdan oldin har bir bandni diqqat bilan, shoshilmasdan o'qib chiqing. Agar biror joyga qo'shilmasangiz, sizning so'zingiz noto'g'ri yozilgan bo'lsa yoki biror bandni tushunmasangiz, uni imzolamang.
siz tushunmovchiliklarni bartaraf etishni yoki o'zingizning izohingizni, e'tirozingizni yozma ravishda hujjatga kiritishni talab qilishga haqlisiz. Sizning izohingiz hujjatga kiritilishi shart. Agar siz ko'zlaringiz yaxshi ko'rmasa yoki o'qishga qiynalsangiz, yaqiningizdan yoki guvohdan hujjatni sizga o'qib berishni va tushuntirishni so'rang. Imzolaganingizdan so'ng hujjatning bir nusxasini o'zingizga berishlarini talab qiling. 4. Dalillarning yetishmasligi. Ba'zida sizning holatingiz o'zgargan bo'lsa-da, sizda buni tasdiqlovchi hujjatlar, masalan, yangi tibbiy ma'lumotnoma, ishdan bo'shash to'g'risidagi buyruqning nusxasi, kommunal to'lovlar kvitantsiyalari, bank ko'chirmalari bo'lmasligi mumkin. Bu esa tekshiruvchilar oldida sizning ahvolingizni tushuntirishda va o'z haqligingizni isbotlashda qiyinchilik tug'diradi. Shuning uchun barcha tegishli hujjatlarni tartib saqlash muhim. Noaniq va e'tibordan chetda qoladigan jihatlar B. Vaqtinchalik o'zgarishlar ham muhim, hatto qisqa muddatli. Vaqtinchalik daromad manbalari yoki oilaviy ahvolingizdagi o'zgarishlar ham ba'zi nafaqalarga ta'sir qilishi mumkin. Masalan, agar siz kam ta'minlanganlik bo'yicha nafaqa olayotgan bo'lsangiz va vaqtincha biror joyda mavsumiy ishlagan bo'lsangiz, bu ham tekshiruvchilar tomonidan hisobga olinishi mumkin. Bu haqda imkon qadar tezroq tegishli idoralarni xabardor qilish tavsiya etiladi. O'zgarishlar doimiy bo'lmasa ham ma'lumotni yangilash sizni kelajakdagi muammolardan himoya qiladi. 2. Mahallaning rolini oshishi. Mahallalar ushbu tekshiruvlarda tobora muhim rol o'ynamoqda. Ko'pgina dastlabki ma'lumotlar mahallalardan olinadi va tekshiruvlarga asosan mahalla faollarining tashabbusi yoki xabarnomalari sabab bo'ladi. Agar mahallangizda siz haqingizda noto'g'ri tushuncha yoki ma'lumot shakllangan bo'lsa, bu ham tekshiruvga sabab bo'lishi mumkin. Shuning uchun mahalla faollari bilan yaxshi munosabatda bo'lish va o'z holatingiz haqida ularga to'g'ri ma'lumot berib turish, o'zingizning ijtimoiy faolligingizni ko'rsatish muhim. 3. Niyat faqat tekshirish emas, balki yordam berish ham bo'lishi mumkin. Ba'zi tekshiruvlar ortida sizga qo'shimcha imtiyozlar, moddiy yordam yoki gumanitar ko'mak taklif qilish maqsadi ham bo'lishi mumkin. Ya'ni ular sizning holatingizni chuqurroq o'rganib, davlat dasturlari orqali sizga qanday yordam berish mumkinligini aniqlashga harakat qilishadi. Masalan, nogironligi bo'lgan keksalarga maxsus kreslo aravacha, eshitish apparatlari yoki boshqa yordamchi vositalar taqdim etilishi haqidagi ma'lumotlar bilan kelishlari mumkin. Bu imkoniyatdan to'g'ri foydalanish uchun ochiq muloqotga tayyor bo'ling va o'zingizning ehtiyojlaringizni to'g'ri ifodalang. Ushbu jihatlarni bilish sizni ko'plab tushunmovchiliklar va salbiy holatlardan himoya qiladi va huquqlaringizni himoya qilishga yordam beradi. Endi esa eng muhim qismga o'tamiz. Agar tekshiruvchilar sizning eshigingizni taqillatib kelishsa, qanday qilib to'g'ri harakat qilish kerak? Yoki bunday vaziyatlarga qanday tayyorgarlik ko'rish mumkin? Sizga aniq va amaliy tavsiyalar beraman. Bu tavsiyalar har bir holatda qo'llanilishi mumkin bo'lgan universal ko'rsatmalardir. Tekshiruvchilar kelishidan avval nimalarga e'tibor berish kerak? Profilaktik choralar. Hujjatlaringizni tartibga soling va bir joyga jamlang. Pensiya guvohnomangiz, shaxsni tasdiqlovchi pasportingiz, shuningdek, agar mavjud bo'lsa, nogironlik guvohnomalari, tibbiy xulosalar, oila a'zolaringizning tug'ilganlik yoki nikoh guvohnomalari, mulkchilikka oid hujjatlar, agar mavjud bo'lsa, barcha tegishli hujjatlarni bir joyga jamlab, tartibli qilib qo'ying. Ularning nusxalari ham doim yoningizda bo'lsa juda yaxshi bo'ladi. Bu har qanday vaziyatda sizga vaqtni tejashga yordam beradi. 2. Hayotingizdagi o'zgarishlarni tahlil qiling va eslab qoling. Oxirgi 1 yil yoki 2 yil ichida sizning oilaviy ahvolingizda, daromad manbalaringizda, yashash sharoitingizda yoki sog'lig'ingizda sezilarli o'zgarishlar bo'lganmi? Masalan, farzandingiz siz bilan yashashga qaytgan bo'lishi mumkin. Siz qisqa muddatli ishga kirgan bo'lishingiz mumkin yoki sog'lig'ingiz yaxshilanib, avvalgidek parvarishga muhtoj bo'lmay qolgan bo'lishingiz mumkin. Bunday o'zgarishlarni eslab qoling va ularning pensiya yoki nafaqa olish shartlaringizga qanday ta'sir qilishini o'ylab ko'ring. Agar bu o'zgarishlar sizning pensiya yoki nafaqa olish shartlaringizga ta'sir qiladigan bo'lsa, oldindan choralar ko'ring. 3. Ro'yxatdan o'tish ma'lumotlarini tekshiring. Agar sizning propiskangiz yoki doimiy yashash joyingiz o'zgargan bo'lsa, pensiya jamg'armasi va mahalla bo'limiga bu haqda o'z vaqtida xabar berganingizga ishonch hosil qiling. Manzil o'zgarishi ko'pincha ma'lumotlar bazasidagi xatoliklarga sabab bo'lishi mumkin. Oilangizni ogohlantiring
Agar siz bilan birga yashaydigan oila a'zolaringiz bo'lsa, ularni ham bunday tekshiruvlar bo'lishi mumkinligi haqida xabardor qiling. Ularga tekshiruvchilar kelganda qanday harakat qilish kerakligini tushuntiring. Masalan, ulardan guvohnoma so'rash, savollarga rost javob berish, imzolashdan avval hujjatlarni diqqat bilan o'qish kerakligi. Tekshiruvchilar eshigingizni taqillatganda. Amaliy harakatlar. 1. Xotirjam bo'ling va hushyor turing. Birinchi navbatda eshikni ochishdan avval kim ekanligini so'rang. Agar ular o'zlarini davlat organi xodimi deb tanishtirsalar, eshikni oching. Ammo har doim xotirjamlikni saqlang, vahima qilmang. Vaziyatni xotirjamlik bilan baholashga harakat qiling. 2. Shaxsini tasdiqlovchi hujjat va xizmat topshirig'ini talab qiling. Ular o'zlarining shaxsini tasdiqlovchi guvohnomasini va sizning uyingizga tashrif buyurish maqsadini ko'rsatuvchi rasmiy hujjatni, masalan, xizmat topshirig'i, reja asosidagi tekshiruv hujjati, buyruq ko'rsatishlarini talab qiling. Ularning ismlarini, familiyasini, lavozimini va qaysi tashkilotdan ekanligini yozib oling. Guvohnomadagi fotosuratga e'tibor bering va u xodimning yuziga mos kelishiga ishonch hosil qiling. 3. Guvoh chaqiring. Agar siz yolg'iz bo'lsangiz yoki o'zingizni noqulay his qilsangiz, qo'shningizni, yaqin qarindoshingizni yoki mahalla faollaridan birini guvoh sifatida ishtirok etishini so'rang. Bu sizning qonuniy huquqingiz. Guvoh sizga psixologik yordam beradi va jarayonning shaffof o'tishini ta'minlaydi. U barcha suhbatlarni va tekshiruv harakatlarini kuzatib borishi kerak. 4. Savollarga ochiq va rost javob bering. Ular beradigan savollarga xotirjamlik bilan aniq va rost javob berishga harakat qiling. Hech narsani yashirishga urinmang, chunki bu keyinchalik vaziyatni yanada murakkablashtirishi mumkin. Agar biror savolni tushunmasangiz, shoshilmasdan aniqlik kiritishni so'rang va u savolni sizga tushunarli tarzda takrorlashlarini talab qiling. 5. Hujjatlarni imzolashdan oldin diqqat bilan o'qing. Agar tekshiruvchilar sizga biror bayonnoma, dalolatnoma yoki boshqa hujjatni imzolashni taklif qilsalar, uni to'liq o'qib chiqing. Agar biror bandga qo'shilmasangiz yoki u sizning so'zlaringizni noto'g'ri aks ettirsa, uni imzolamang va o'z e'tirozingizni yoki izohingizni yozma ravishda bildirishni talab qiling. Sizning izohingiz hujjatga kiritilishi shart. Agar siz ko'zlaringiz yaxshi ko'rmasa yoki o'qishga qiynalsangiz, yaqiningizdan yoki guvohdan hujjatni sizga baland ovozda o'qib berishni va har bir bandini tushuntirishni so'rang. Imzolaganingizdan so'ng hujjatning bir nusxasini o'zingizga berishlarini so'rang. Bu sizning qonuniy huquqingizdir va kelajakda muammolar tug'ilganda sizning qo'lingizda isbot bo'ladi. Agar sizda o'zgarishlar bo'lganini aniqlasangiz, proaktiv harakat. Eng yaxshi yo'l bu tekshiruvchilar kelishini kutib o'tirmasdan o'zgarishlar haqida tegishli organlarga o'z vaqtida xabar berishdir. Bu sizni ortiqcha muammolar va noxush vaziyatlardan, hattoki mablag'larni qaytarish talablaridan asraydi. 1. Qayerga murojaat qilish kerak? Pensiya jamg'armasining hududiy bo'limlari. Agar pensiya turiga yoki miqdoriga ta'sir qiluvchi o'zgarishlar bo'lsa, masalan, ishga kirish, oilaviy ahvol o'zgarishi, turar joy o'zgarishi, mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash bo'limlari. Agar siz kam ta'minlanganlik yoki yolg'iz keksalar uchun nafaqa olayotgan bo'lsangiz va yashash sharoitingiz yoki oilaviy ahvolingiz o'zgargan bo'lsa, ijtimoiy himoya agentligining hududiy bo'limlari. Agar nogironlik nafaqasi yoki boshqa ijtimoiy yordam turlari bilan bog'liq o'zgarishlar bo'lsa, Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali MyToyKo'kibuz ko'pgina ma'lumotlarni onlayn tarzda ham yangilash imkoniyati mavjud. 2. Qanday hujjatlar kerak bo'ladi? Shaxsni tasdiqlovchi hujjat, pasport, pensiya guvohnomasi, o'zgargan holatni tasdiqlovchi hujjatlar, masalan, nikoh guvohnomasi, farzandning tug'ilganlik guvohnomasi, ishga joylashish to'g'risidagi buyruq, tibbiy ma'lumotnoma, o'qishga kirganlik yoki turmush qurganlik haqidagi hujjat va hokazo. Hujjatlarning asli va nusxalari ham kerak bo'lishi mumkin. 3. Qanday qilib yozish kerak? Tegishli bo'limga murojaat qilib, sizning ahvolingizda ro'y bergan o'zgarishlarni batafsil bayon etgan ariza yozing. Arizangizda o'zgarishning sanasini, mohiyatini va uning pensiya, nafaqaga qanday ta'sir qilishini ko'rsating. Masalan, farzandim sanadan boshlab men bilan birga yashashni boshladi. Shu sababli yolg'iz keksalarga beriladigan nafaqani olish shartlarim o'zgarganini ma'lum qilaman deb yozishingiz mumkin. Arizaning bir nusxasida kirim qilinganlik belgisini qo'ydirib o'zingizda saqlang. Bu kelajakda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan tushunmovchiliklarni oldini oladi va sizning halolligingizni isbotlaydi.
unutmang, oldindan ogohlantirilgan, qurollangan deganidir. Bu ma'lumotlar sizni himoya qilishga va tinchligingizni saqlashga yordam beradi. Aziz do'stlar, bugungi videomizda biz pensiya oluvchilarni bevosita uyda kutayotgan yangi tekshiruvlar haqida batafsil ma'lumot berdik. Esingizda bo'lsin, bu qo'rqinchli emas, balki ijtimoiy adolatni va shaffoflikni oshirishga qaratilgan zaruriy choradir. O'zgarishlarga tayyor turing. Ma'lumotlaringizni doim yangilab boring va eng muhimi, har doim halol bo'ling. Bu sizni ko'plab muammolardan asraydi va davlat yordamining o'z egasiga yetib borishini ta'minlaydi. Umid qilamanki, bu ma'lumotlar siz uchun foydali bo'ldi. Siz bu vaziyat haqida qanday fikrdasiz? Mahallangizda yoki yaqinlaringiz orasida shunday holatlar bo'lganmi? Izohlarda o'z fikrlaringizni, tajribalaringizni yozib qoldiring. Video yoqqan bo'lsa, albatta like bosing va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Chunki biz siz uchun doim eng muhim va dolzarb ma'lumotlarni ulashishda davom etamiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha o'zingizni ehtiyot qiling va sog' salomat bo'ling.